Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurunlarda Jallat Xenim namlıq tarihi romanının davamı. 2. bab. Mezhep topani. 1. Kun tushdan qiyilgan mahal. Tonurda qizib ketgan Qashqar shahrida Saidiya dövletining katta shaharlariga xos qaynam toshqinlik hayot davomlashmoqda. Bo'libmi Do'g'apchi, baqqallarning bozori chap-chap. Doğuçular sayıvanlar astığa toxtib alğan Doğu g'altiki üstüdeki tügmen teşidek yoğanlıqtiki xristaldek süzük muzlarni tömür vaşaq bilan gürüştek taraşlap sol qo'lidagi hijr tavoqlarga zoyi qilmay tushirib küptiki pokiz suv bilan chayqab xaridorlarning talabi bo'yicha sarangdo'g degani qetiq bilan shirna yoki sharbatlarni aralashtirib etiladi. Şirni doğ, navat şirnisida etiladi. Qetiqda yoki süzmida etiladi. Kaşkap doğ, güle qaq, jigda, çılan, quruq üzüm qatarlıq quruq yel yemişlarni puraqliq dora, dermakki chilab, ta'mi chiqqan suyda etiladi. Şerbet doğ, türlük şerbetlarda etiladi. Lani chaqqanliq bilan tayyorlab, qo'shiq bilan qo'chib, beshidan 2-3 gaz egizlikda 2-3 qitim so'raydi. To'limi san'atlik so'rilgan dog'lar bir temimmi zoyi bo'lmay, yana hijrga qo'yiladi. Ana shu yo'sinda tayyor bo'lgan dog'larni xaridorlarga qo'sh qo'llab ustatdi. Hem soğuk, hem özgüçe temlik, hem puraqliq bu soğuk içimlikler usulluqni basqanның sırtida ba'ziri issiq o'tib ketgan bemorga, ba'ziri sovuq içib ketgan bemorlarga shifo bo'ladi. Badanning haroratini tangshab turadigan bu ichimlik bir yutum ichgan odamni xumor qilib qo'yadi. Ko'chaga chiqqan har qanday odam biror hijr ichmay qolmaydi. Shu kunlarda Qashqar shahrida Doğuning bozori eng ittik edi. Ordu beg'idagi talzorliq ravaqda kiyimlari bilanla sagidab o'tirgan Qashqarning noib amri Shahzoda Yo'lbosxon qoshtishi qadaxdagi apyun aralashtirilgan kuchlik sharobni bir ko'tiribla ichivatdi-da, oltin tovoqdagi sarang dog'ni qo'liga ilib gupiltib sumirishga boshladi. Odatda yolg'iz o'tirib, bazmi ishqivozlik qilmaydigan Shahzoda bugun nima uchundir ulfatsiz edi. İki yanında oturgan iki kinizek toz peyda yasalgan yelpügüş bilen yengil yelpüydü. Yana iki kinizek dostxandaki türlük yel yemiş, yemeklik ve içimliklerge konmakçı boğan çivillerni tinimsiz koruydu. Yana bir kinizek Şahzadanın harimideki has toqqalardan boz kerek, boşuğan qaştışı camga may tolduradı. Şahzada saqiylik qılıbatkan bu kinizekki mi iç gözlük boz kerek, iç gözgen boz kerek, her ikilisinin çırayı qızırıp, közleri xumardışıp qalğan edi. Dastıxanның tüven tarafida Şahzadege udul oturgan yana bir juvan dutalçılıp naqşı etib atadı. Onun süzük, yumşaq, larzan avazi jimjit ordu beg'ining barliq bulun puşqaqlarga takşi tarqaladı. Kishi aşık ise o'tdan yanarmı, aziz məşuqiga jonin oyarmı? Dilojan birla har kim bo'lsa aşık, bo'lur məşuqiga jondek muvaffaq. Mung bo'lib o'tirgan Shahzoda naqshi oxirlashi hamon oldidagi qo'shtishi jamni qo'liga oldida naqshchi juvonga tangladi. Bugun xilli payzing bog'u Gulshan, tuta, mavu bir qadah sharobni ichib o'tib, sho'xroq padiga chol. İltifatlarıga hech qalla Shahzodam, dedi juvon o'rnidan turib, Shahzodaga nazokat bilan egilib salom qilib. Helimo boyatini ichgan sharob bilan xilli mast bo'lib qoptiman, endi ichmay, naqshini sil zerikib qag'ucha aytib beray. Nimanchi valla to'la gap qilasan Gulshan, dedi Shahzoda ta'addi qilib. Men bilan ichmay, kim bilan ichatding? Mast bo'lib qolsang, hech vaqasi yo'q. Sen mast bo'lmasang, qiziqchilik qandoq chiqadi? Men sening naqshang'imi
мәстікінгі мо құштар. Шахзада uyushturgan bezmilarga davomli ishtirok qilib turg'ashqimi, naqshchi cho'kan sur hayvisi bilan butkul Qashqarni titritib turadigan shahzodadan ancha yiqib ketmaydigandek qiladi. Meni sharab qilib zo'rlab, tomosha ko'rishni billa, shahzodam, dedi Gulshan tüjiblab o'sim qo'ygan chiroyli agim qoshlarini nozliq bilan etib. Chiroyga har qanday bir erkakning ichki ko'yigidek tabassum yugurtib. Masbop yiqilib qolsam, hech kimning kori yo'q men bilan. Gulshanning bu so'zini anglab, shahzoda qaqaqlab kulib ketdi. Qashqardagi Begzoda boyvachcha zardarlar uchun Hindi sarayı deb ataladigan sarayning ichkarisida xufiyani ichilgan Bezmixonning naqshchisi bo'lgan bu cho'kanning xilli danqi bor edi. Shahzoda Yo'lbosxon o'zining noib amirlik va shahzodlik salohiyati bilan bu Bezmixonga berish imkoniyati bo'lmaganligi uchun bu cho'kanni pat-pat o'rniga qishqartib, bezmi so'rinlarida dutor chaldirib, naqshchidan hozir oladi. Gulshanmo ancha-muncha noz qilib qo'ygan bilan xeyli erkaklardan qilishmay sharob ichatida obdalla masbub qiladi. Bezma oxirlashganda shahzoda va boshqa amirlar bagi to'rlarni, zardor mehmonlarni, xizmatkor mulozimlar yo'lab, xos mehmonxonalarga akirib, mabi xodiklariga chiqarib, oldin xabar olgani bilan bu mayxo'r dutorchi juvon bilan nima uchundir xizmatkorlarning kori bo'lmaydi. U maslikda joylab ma'ammay, yiqilib tushib, to'pu tomonlarga milinib, kiyim-kechaklarini rasvo qilib oladi-da, udul kelgan bir yerda yetib qoladi. Maslikdan yeshilganda turqiga qarab o'zi bilan kori bo'lmagan xizmatkorlarni bo'ldi deguncha qog'aydi. Ikkinchilab o'rdiq oyoq bosmaslikqa, shahzodaning bazmi so'rinlariga qatnashmaslikqa qasamyod qiladi. Ammo shahzoda qishqartib, ma'pi avatgan hamon yiliqi qasamlarini butunlay unutdi-da, yosinib joblanib o'rdiq yuguraydi. Gulshanning mas vaqtida qilgan so'z harakatlarini xizmatkorlariga so'ziltib anglagan shahzoda yana qon g'uch kuladi. "Men Gulshanning naqshisiga mastikigimi xushtor", deydi shahzoda huzurlangan holda. Shu topda shahzoda Gulshanning ashu qiziqarli harakatlarini ko'z oldiga keltirib kulib ketgan edi. "Xotirjam ichiva", dedi shahzoda kulkidan o'zini tutolmagan holda. "Xizmatkorlarga taplab qo'yaman, ular seni oromxonaga akirib qo'ydi." Gulshan shahzoda bilan ortiqcha talashmadi. Gerçi u hozir kayib bo'lgan bo'lsa-mu, adabdan chiqib ketgudak darajada emas edi. Cho'nlashqa o'zini tutib olgan holda shahzodaga murojaat qildi. "Undaqda men boshqa jamda ichay. Shahzodamning muborak lavlari tekkan qadahga lav tekkizib, adabsizlik qilishga haddim emas." "Ajab aqlliqchimi sen Gulshan?" dedi shahzoda shahvat ushqunlari chashiravatgan ko'zlarini Gulshanning xumarlashgan ko'zlariga tikib turib. "To'g'ri. Shahzodaning lavlari tekkan yerga boshqalarning lav tekkizishiga qat'iy bo'lmaydi." Shahzoda saqiylik qilayotgan kenizakka qarab buyurdi. "Gulshanga o'zining piyolasi sharob tut. Azroq qo'ysizlar, xenim?" dedi Gulshan saqiylik qilayotgan kenizakka qarab. Dasturxon ruslaganda Gulshanga sharob quyug'li maxsus qadah tayyorlanmaganligi uchun sharbat quyilgan kichikroq oltin piyoldan birini bekalab sharob quyib bergan edi. Shu topda Gulshan saqi kenizakning piyolini to'ldirib etishidan ansirab qolgan edi. Biroq Gulshanni rosa bir mast qilib, tomoshadan huzurlanishni ko'ngli pukkan shahzoda Yo'lbosxon kenizakni oltin piyoliga liq sharob quyishga ishora qildi. Gulshan o'tirgan holda lipilliq bir piyol sharobni 3ga bo'lib ichvatida, ranjiganni qilib chiroyini purishtirganicha so'radi. "Endi qaysi pardani anglashni xohlaydikin, shahzodam?" "To'xtab tur", dedi shahzoda Yo'lbosxon oldidagi qoshtishi qadahni qo'lga olib. "Men sana hozir mening levim tekkan yerga lav tekkizishingga farmon beraman. Hozircha mushu qoshtishi qadah orqali lavlarimiz juplashga turg'ay."
Bəzmə işqivazlıq sorunlarida to'la yurib pishib ketgan, əmdila 35 yoshning qarsini olgan, texi yoshlik jazbisini yo'qotmagan Gulshanning o'tirsa qopsa armon qildig'inimi Shahzoda Yo'lbosxonni ishiq qarmoqiga biror qatim bo'lsa-mu ilindirish. Shu orqali Shahzodaning ko'nglini utib, ishonchisiga erishib, Shahzoda harmining kenizaklarini boshqarish martabasiga erishib, tirikchilik yo'l tepish, Bazmixondan to'liq qutulib chiqib ketish edi. Shu tapda Shahzoda Yo'lbosxonning uni ahmoq etib aytgan bu so'zlari uning yuragini o'yintibatdi-da, daz o'rnidan turib, Shahzodaning qo'lidagi qoshtishi qadahni ikki qo'llab ilib, bir ko'tiribla ichibatdi. Ondan qadahning girvaklarini pak-pak yalavatdi. Uning bu qilqidan Shahzoda Yo'lbosxon va kenizaklar kulkidan o'zini tutib ololmay qilishdi. "Qani, endi sho'x padlardan birga chala" deb buyruq qildi Shahzoda. Xilli mas bo'lib qolgan Gulshan dutarni qo'liga olib, pardasini salpalla tangshab, nozik barmoqlari bilan dutarning tarisini chekishga boshladi. Tamdın egiz çıtlari, basam qavar itlari, oqsham yatsam g'o'jam bilan uxlatmidi pitlari. Naqshini anglab Shahzodami, kenizaklarmi tiliqib kulishga boshladi. Gulshan bo'lsa, Shahzodani kuldiralganligidan hayajonlanib, naqshini texmi avjiga chiqarishga boshladi. U har bir kuplet naqsha oxirlashganda oxiriga "Ah g'o'jam, tatliq g'o'jam, voyjon, voyyay" degandek so'zlarni takror qilib g'iljanlaydi. Chayqaydu ya chayqaydu, ilman suda chayqaydu. Ashu g'o'jamni bir so'ysam, badan badanga taraydu. Badan badanga tarqaydu. Kuchlik sharaf bilan Gulshanning sho'x pardadagi shahvona tuyg'ularni qo'zg'atquchi naqshisi va naqshiga qo'shib qosh ko'zlarini o'yintib, xuluq qilishi Shahzodani obdalla mas qilib qo'ygan edi. Shahzodaga yiqilishish orzu umidini bugungi mushu xos sorunga bog'lagan Gulshan barliq hunar, mahorat, nozik karishmasini ishqa selvatadi. Shahvoni havisi qo'zg'alishga boshlagan Shahzoda o'zining salohiyatini unutgan holda Gulshanning surma surkalgan cho'ng-cho'ng ko'zlariga shaydoliq bilan tikilib qolgan edi. Dal mushu daqiqada o'rda beg'ining qaravullab beshi paloqlab kelgunicha Shahzodaning qishiga kelib to'xtadi-da, qo'l bog'lab turganicha ijozatni so'ramasdan so'zlashga boshladi. "Ma'lum bo'lganki, sulton olilari, xo'ja Hidoyatullo pir buzrukvar hazratlari didorlariga muloqotda bo'lish uchun darvoza oldida saqlab qoldi." Shahzodaning chekiga yetishga boshlagan shahvoniy tuyg'ulari xuddi bir chelak suv quyayotgandek sovib ketdi. Hayajondan chinqalgan vujudi lassida bo'shashdi. Bemahal vaqt kelib, kayfni buzgan qarovullar beshiga g'azab bilan olaydi. Ammo uni jazoga buyurmadi. Chunki Shahzoda Xo'ja Hidoyatullo Eshonga qo'l berib pir tutgandan beri Eshonning shirin so'zlari, dabdabalik uchirib maqtashlari, kelgusi taqdiri haqidagi ajoyib katta bishoratlari Shahzodani vasvasiga sepib qo'ygan edi. Eshonning bundaq so'zlariga xuddi abgun aralashtirilgan kuchlik sharobga xumor bo'lib qolgan Shahzoda Yo'lbosxon shu topda bu adabsiz chakarni jazolayman deb darvoza oldida qolgan pir buzruk hazratlarini saqlatib qo'yishdan ansirgan edi. Shunga u qarovullar beshiga darhol buyruq qildi. "Mang, pirimni darhol boshlab kir." Qarovullar beshi sal dilg'uli bo'lgan holda yana so'radi. "Eshon pirimni nega boshlayman olilari?" Bu savolni anglab Shahzoda Yo'lbosxonning birdilla o'g'isi qaynadi. "Voy, kalva, nima tilingni chaynab tursan? Eshon pirimni mening qishimga boshlab kelmay, onangning qishiga boshlamding." Shahzodaning til haqoratlari oxirlashib bo'lguncha qarovullar beshi g'oyib bo'ldi. Chunki u Qashqar xalqining tangdan tulisi degudek Eshon pirim, pir buzrukvar, xo'ja Eshon hazrat deb qo'l berib, murid muxlis bo'lgan ishqiya sulikining bu katta peshvosini mushundaq may sharob, naqshsoz va nomahram bilan bazmi suhbat qurib o'tirgan sorunga boshlab kelishni loyiq ko'rmagan va buni o'zi ham Shahzoda uchunmi qattiq gunoh hisoblagan edi.
Shu sababdan Shahzodadan yondurmalab so'rgan edi. Afsuski, sharob bilan naqshchi juvonning noz karashmasida mast bo'lib ketgan Shahzodaning bularni o'ylashga cho'lisi yo'q edi. Birdamdala beshiga oq dokida chaqma kovidak yo'g'onliqda salla o'rvagan ishonliq jandisini chuchilik navat rang ro'mol bilan bog'lab olgan, inkidagi bir tutam qop-qora soqoli qon tapchirab turgan girdidak chehriga xo'yma yarashgan Xo'ja Hidoyatullo Eshon Talazor ravaqqa yetib keldi-da, Shahzoda Yo'lbosxonga puklinib turib salom qildi. Assalomu alaykum, xonu xoqon olilari, oltin bo'ylari esanmikin? Shahzoda Eshonning salomini dal dugunib o'rnidan turib ilik oldi-da, yendin joy ko'rsatdi. Kasla, bir buzurkum, bu yoqqa o'ssizlar. Xo'ja Hidoyatullo Eshon naqshchi cho'kan bilan may ko'zdirg'a yerismanlik bilan dostixondagi ne'matlarga oshko'zlik bilan tezla nazarini yugurtdi-da, qilichini silib tashlab maysi bilan supiga chiqib qat-qat silingan atlas ko'rpining ustida Shahzodaga yondashib degudak joylashib o'tirib olgandan keyin duoga qo'l ko'tardi-da, ovozini unlik chiqarib angtib turib, Shahzodaning umrining uzun, dövletining ziyoda, dushmanlarining zabur xor bo'lishini tilab, uzun duo qilgandan keyin Allohu akbar deb yuzini sepitida o'rnidan qo'pib qo'l bog'lab turganicha Shahzodadan qayta esanlik so'radi. Inshaalloh dedi Eshon atlas ko'rpi ustiga qayta joylashib o'tirib olgandan keyin so'z boshlab. Ishlatgan qora xat pantimiz to'liq kuchini ko'rsatibdi. Sultonim, Ostondagi yoranlarning avatgan maktubidan ma'lum bo'lishicha, heriqi maktubni ko'rgan padarlari, Abdullohxon olilari qattiq g'azablanibdi-da, neri berisini surishtirmayla maktubda tilga ilingan amirlarning hammasini shu hamon zindonga buyurib, atsi qatligohda kollasini opdi. Bir parcha maktub bilanla padarlarining qo'li orqali bir muncha dushmanlarimizni yo'q qildik. Bu nusrat yanala Janobi Eshon Pirimning kamoli ahli farosatini ishga silib ko'rsatgan tadbiridan qo'lga keldi, dedi Shahzoda Yo'lbosxon bu xush xabardan suyunib. Attak Ostona amri Mirza Boboqbek bilan o'rda ishki og'asi Mirza Tangri Berdibeklar omon qoldi-da. Pirim, yana dehi Amir Kabir Hinduqush Mirzamo bodisilar maktubga ul amirlarning ismini kirgizib qo'ydigan ishkan. Ul 3 amir Sultan Abdullohxon olilarining to'limi yaqin mahramlaridandir, Shahzodam. Navada ularning ismini maktubga putib qo'ygan bo'lsak, xon olilari ul maktubdan gumonlanib qilishi, sir mutoyimiz pash bo'lib qilishi mumkin edi. Inshaalloh ularni pat arada yo'qotqaymiz. Janoblarining buyuk Saidiya xonligining taxt saltanatida barqaror bo'lmoqlariga, muborak boshlariga xonu xoqonlik tojini kiymaklariga uzoq vaqt qolmadi, Shahzodam. Hazrati Eshon buzrukning duosining barakati, shundoqla aql farosat nurlarining yo'l ko'rsatishi bilan xon otamning ko'ngliga Allah igam insof berib qolsa ajab emas, dedi Yo'lbosxon hayajonlangan holda. Xon padarlarining allaqachon taxt saltanatini o'zlariga o'tkazib berish muddaosi bor, Shahzodam. Afsuski, xon padarlarining atrofini qora bulutdak o'rvagan suluki, soqiyachi, qora musulmon amirlar xon padarlarining kollasini o'ylandirib, toju taxtni o'zlariga o'tkazib berishga yo'l qo'ymayotdi, dedi Xo'ja Hidoyatullo Eshon suhbatning temasini asli muddosiga yaqinlashtirib. Ular adovat tugumining suyini ulg'aytib, hamda turli fitna fasadlari orqali
özürdək əziz pərzəntni xan pədərgə düşmən köstüb, pədərlərinin özürgə boğan işənchisini yoqtışqa urunuvatıdı. Şunlaşqa xan aliləri tacı təxtini ötküzüb beriş işini kəyniga so'rab, sükut qilib turvatıdı. İşanның bu sözlerden g'azablanib, chek to'milari ko'pishga boshlagan shahzoda xuddi ko'zi tushgan narsaga erisholmay, ranjib qolgan kichik bolaga o'xshab qolgan edi. U alam bilan tinatdi. Tishlarini g'ujiriltib, olikimlarga g'azab qiladi. Yuragidan chiqarib xaplaydi. Shahzoda ishonni qarab murojaat qildi. "Aytlachu, pirim, endi qanday qilsam bo'lar?" Xo'ja Hidoyatullo Eshon shu topda Shahzoda Yo'lbosxondan dal mushu savolni kutib o'tadi. Emdila 40 yoshning qarsini olgan Eshon vujudidagi tugmaz yili nayranglari, jin shaytonni usulga salalg'uchi ajoyib sehri afsunlari va muznimi eritibatgudak yog'limi tili bilan o'zidan 6-7 yosh kichik Shahzoda Yo'lbosxonni ba'ayni 6-7 yoshlik bolaga aylantirib, toju taxt vasvasidan iborat bir o'tni yuragiga tutashtirib etgan edi. Eshon Shahzodaning o'zidan madad tilab talmirib turgan, sharob ta'siridan baqasamda qizirib ketgan ko'zlariga qarab, ko'ngliga pukkan muddaosini oshkorladi. "Ostoniga lashkar tortmoqlik kerak, Shahzodam." "Ostoniga lashkar tortamdiq?" Qattiq cho'chigan Shahzoda Yo'lbosxon taajjublangan holda Eshonga tikildi. Xo'ja Hidoyatullo Eshonning planning yılanning ko'zirdek surlik ko'zlari ifodasiz edi. Bir buzrukdan sada chiqmaganligini ko'rgan Shahzoda o'ziga so'zlagandek o'tirdi. "Ostoniga lashkar tortish deganlik xon padarga qilish tanglash deganlik emasmi, pirim? Bu ish al ra'iyatning ko'ngliga yoqmasmikin?" "Yengilishdilar sulton olilari", dedi Xo'ja Hidoyatullo Eshon Yo'lbosxonni Shahzodam demasdan sulton olilari deb ovozini vazmin chiqarib. "Janoblarining ostoniga lashkar tortishdagi maqsadlari hargizmi xon padarlarga qilish tanglash emasdir. Balkim xon padarlarining nuroni ko'zlarini qor bulutdek soy tashlab itib olgan isoqiyachi murtad, munofiq, qora niyat amirlarni jazolashdir. Shundaqla xon padarlarini ul riyokorlarning qora changilidan qutuldirishdir. Bu xon padarlarini saltanat, yurtdorchilik ishlarining jafosidan xalos qilib, farzandlik burchlarini ado qiladigan, Alloh taolaning rahmatiga noil bo'ladigan katta savobliq ham ulug' ishdir, sulton olilari." Eshon so'zlarining Shahzoda Yo'lbosxonga ta'sir qilayotganligini ko'rib, yana qo'shib qo'ydi. "Bu ishda ikkilanmagaylar. Mushu ish sabablik heligu al ra'iyat ekan, navoda janobi xon padar olilari xato tushunib qolsimi hech vaqasi yo'q. Avval toju taxt atrofdagi munofiq riyokorlarni yo'qotishdan iborat ulug' ishni ro'yobga chiqarib bo'lgandan keyin ondan xon padarlariga maqsad muddaolarini oldirmay so'zlab tushundirib olsilimi, zinhor kechikkan bo'lmaylar. Ul chaqda padar bilan farzand o'tirsida adovat nizo paydo qiladigan hech qanday to'saliq qolmaydi. Shavkatlik sultonim." "Pirimning bergan ta'limi ko'nglimdagi tumonlarni taqib etdi", dedi Shahzoda Yo'lbosxon. Xo'ja Hidoyatullo Eshonning tushuntirishlarini anglagandan keyin vujudini besib turgan g'am andishlardan qutulgandek bo'lib, "Janobi Eshon pir buzrukimning amri shu bo'lsa, shunda qilayli emisa." "Mashaalloh, dona fikr bo'ldi, sultonim", dedi Xo'ja Hidoyatullo Eshon gul qaqalari ichilgan holda. "Bu ulug' ishqa tezroq tutish qilganimiz afzaldir. Lashkari ishlarga aldirash behojat, pirim", dedi Yo'lbosxon o'ychanlik bilan. Shu topda uning maqsadlik kayfi butunlay
yeshilib ketgan edi. Avval atrofliq tayyorlik ko'rib, lashkarlarni puxta mashqlantirayli. Ot uloq, qurol yaroq, oziq-tuliqlarni to'liq g'amlab olib, ondan ostona yurish qilsaqmi kechikkan bo'lmaymiz. Ori, dedi ishon mamnunlik bildirib. Men shahzodamning xonu xoqonliq taxtiga barqaror bo'lib o'tirganini tezroq ko'rishni bakmo orzu qilaman. İnşallah pir buzruklarimiz mazar mashayikhlarning madad berishi bilan ul murad maqsadlarimiz az kunda ro'yobga chiqqay. İshonning so'zlaridan hayajonlanib, hozirla Saidiya xonligining oltin taxtida o'tiradigandak tuyg'uga kelib qolgan shahzoda yo'lbosxon qoshtishi qadah bilan oltin piyolaga sharob qo'ydirdi. Oltin piyolaning birini Hidoyatullo ishonga, yana birini boyatdan beri mugdab o'tirgandek bo'lib olib, shahzoda bilan ishonning qilishgan gaplarini tinglab o'tirgan Gulshanga tangladi. Qani, asli pirim. Qani, asli pirim. Murad maqsadlarimizning tezroq ro'yobga chiqishi uchun ko'tirayli. Baxit omadlarimiz uchun ko'tirayli, dedi boyatdan beri oltin piyolani qo'lga olgan Gulshan chiroyiga ostirdan shahvoniylik bilan tikilib turgan ishonning yilon ko'zlariga nozlanib beqib. Xo'ja Hidoyatullo ishon birdam shahzodaga, birdam o'ziga nozik karishma bilan tikilib turgan Gulshanga, birda oltin piyoldagi sharobga qarab etgandan keyin ussab ketganligidanmi aytavur takallufsizla oltin piyolning girvikiga tumshqini tekkizdi-da, xuddi xamonga qatgan kala suv ishgandek sharobni g'urtultib ishkinicha piyolni quruqdab qo'ydi.